daryoga kelsanglar tog'larni xilma-xilligini ko'rasizlar. Relyefi, ko'rinishi, tuprog'i, rangi, shakllari. Mana bittasi hobidega o'xshaydi. Мы подъехали уже на третью нашу заключительную локацию в этом походе или в этой экспедиции. И это водопад Газак. Вот. Тоже подъехали. Нам нужно дойти до стенки и оттуда пойти по воде на левую сторону. Вот так вот здесь его видите. Soatimiz 4 bo'ldi. Biz Surxondaryoda bu o'tgan sayohatimizning ikkinchi kunida 3-lokatsiyaga keldik. Gazak sharsharasi. Rivoyatlarga qaraganda, nimaga Gazak sharsharasi deyilar ekan? Bir avliyo zot o'tgan ekan, dushmanlardan qochib shu tog' orasiga kirib, o'zlarini devor ko'rgan payt xuddi tosh ichiga kirib ketgandek bo'lib, bu yerdan suv chiqishni boshlagan. O'zi Gazakning ma'nosi biron bir yara gazak oldi deyishadi-ku, to'g'ridan to'g'ri shunaqa ma'no. Bu rivoyat, bu asoslangan gap emas. Bu shu mahalliy aholini o'ylab topilgan balkim rivoyati bo'lishi ham mumkin. Aniq faktlar yo'q. Lekin manzara dahshat. Kanyonni qaranglar. Amerikadagi Grand Kanyonni orqada qoldiradi. Atrofga qaranglar. Bunaqa kanyonlar ko'p ekan Surxondaryoda. Men sal bo'rtirib gapirdim. Kanyonlar vatani desa qo'rqmasdan Surxondaryoni aytursanglar bo'ladi. Qari. Manzarani birinchi o'ng qo'limizda keladi. Shunaqa tabiiy sharshara bor. Tog'ni yorib chiqadigan sharshara. Bizi bunga emas. Bu yerda kattarog'i bor shuni. Aholisi hozir ko'rsatadi. Lekin manzara dahshat. Shakl berilgan toshlarga. Hozir ikkita Disneyland orasidan kirib ketamiz. Sharsharamizga ozgina qoldi.
Gazak sharsharasiga ham yetib keldik. Mana bu suv kamligiga suvlari ko'rinmayapti. Gazak sharsharasi. Bu sharshara Surxondaryoda joylashgan Gazak qishlog'ida. Bu sharshara O'zbekistondagi 21 kaskad proyektiga kiritilgan sharsharalardan bittasi. Mana o'zingizlar guvohi bo'lganinglardek suvlari tomchilab turibdi. Ha, aytmoqchiman, topdim sharsharani. Hozirlik ko'rsataman. Mana shu sharshara. Qaranglar. Qoni yorib chiqqan suv. Mana Gazak sharsharaga ham yetib keldik. Hozir Gazak sharshara lekin juda suv kam. Mana buni qaranglar. Juda ham suv kam. Tomchilayapti mana. Ko'ryapsizlarmi? Bir ikkita tomchi tushyapti mana. Bo'ldi. Lekin tog'lar juda ham chiroyli, mana buni qaranglar. Voy. Juda ham chiroyli, mana osmonni qanaqa o'tishini qaranglar. Bu tog'larning tagidan suvli chiqib kelyapti. Gazaki ma'nosi to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilganda biron bir yara gazak olib ketdi deydi. Suvlari sho'r. O'shani hisobiga menimcha Gazak sharsharasi deyilsa kerak. Bu meni fikrim. Bitta narsaga qo'l qo'yganim, Surxondaryoning tog'lari bir-biriga o'xshamaydi. Bunaqa tog'ni bilmayman. Qattiq ko'rgansizlar. Judayam ajoyib joy ekan. Ortiqcha baqirib bo'lmaydi. Ustingizga tosh tushishi mumkin. Gazak sharshara lekin juda камень вот этот спустился, скинулся и остался прямо здесь вот застрял. Что происходит, друзья? Мы дошли почти до упора в теснинах Газак. Прошли водопад. Конечно, воды нету в водопаде, но мы пришли вот сюда вот. Здесь тоже очень красиво. Птичка летает вон там. Мы дошли до упора. Это вот ущелье Газак, наверное, называется. Или теснины Газак. Как оно называется? Дошли до конца почти. Все, хотим возвращаться дальше. Водопад, конечно, еще не начался. Там капельки капают. Поэтому, наверное, чуть позже он расширится и будет лучше. Идти по таким теснинам тоже есть определенный какой-то вот внутренний трепет. Вот так вот, когда идешь. А перед тобой еще открывается такой вот нереальный вид. Это даже просто.
отчетlarni qilib oldik, kelib rasmlarga tushdik. Bu sharsharadan ko'ra bizga ichkarida gazak tiснение, suv oqib o'tgan devor. O'sha joy yoqdi bizga. Yana ham hayratga tushish mumkin. Bu gapni juda ko'p kishilar tushundimi? Bu fonni qaranglar. Endi bu fonni qaranglar. Mana bo'lmasa. Shu bilan Surxondaryoga bo'lgan 3 ta sharsharamiz tugadi, yakuniga yetdi. Yana 6 ta sharsharamiz qoldi. Xudo xolasa shu yil davomida Alloh nasib qilsa o'tamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Biz qo'ldan kelgancha sharsharalar to'g'risida ma'lumotlar beramiz, lokatsiyalar beramiz va mamlaqa tabiat go'zalligini ulashamiz. Shu suvda balu bor deb o'ylaysizlarmi? Men hozir ko'rib qoldim. Sizlarga ko'rsataman shu narsani. Balular makoni. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo xolasa Toshkentni ko'rishguncha. Oltida paxot tugatib Toshkentga yo'l oldik. Biz уже Toshkentga yetib keldik. Soatimiz 6:30 bo'ldi. Surxondaryoga bo'lgan sayohatimiz tugadi. Sog' bo'linglar. Yaxshi. Lila dam olinglar. Ya, keyingi qismini ayting, qayerga boriladi keyingi qismi? 3 ta sharshara ekan, bu Qashqadaryo. Shunaqa gaplar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.